Bazaviy garderobga kiruvchi 5 ta libos. Birinchisi va eng zaruri bu oq yoki havo rang rubashkalar. Ikkinchisi, har bir ayolda bo'lishi shart bo'lgan garoshkali ko'ylaklar. Uchinchisi, shimli yoki yubkali kostyumlar. Ular neytral rangda bo'lsa, yana ham yaxshi. To'rtinchisi, bahorgi trenchlar. Xalq tilida ularni plashlar deb ataymiz. Va beshinchisi, bugungi kunning eng aktual poyabzallari, loferlar yoki oq krossovkalar. Bularni yoshingizga qarab tanlashingiz kerak. Moda olami haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, hoziroq menga obuna bo'ling.